Assalomu alaykum hammaga. Bugungi videomizda o'sha hammaga mashhur bo'lgan motor set separatorimizda eng muhim detali bo'lgan mana bu barabanni terishni ko'rsatib o'tamiz. Talkachalarning eng pastida mana bunday rezina bo'ladi. Bu rezinani olmasdan yuvsa ham bo'laveradi. Talkachalarimiz ikki xil ko'rinishda bo'ladi. Birinchisi mana bunday tangachasi mana o'rtada joylashgani bor. Ikkinchisi tangachasi mana yonboshda joylashgani bor. Xo'sh, biz birinchi bo'lib mana bu o'rtadagini terishni boshlaymiz. Keyin bu yonboshdagidan. Qanday tushishini farqi yo'q. Faqat joyiga oxirigacha borib tushsa bo'ldi. Xuddi shunday ko'rinishda 11 ta talkacha teriladi. Mana. Bosh ham o'rtalardan boshlanyapti, oxirida mana o'rtadagi to'g'ri keladi. Lekin bitta mana bu talkachamiz bu 12-inchisi zapaska bo'ladi. Buni ham ustidan qo'yib qo'yamiz. Hech qanday ziyoni yo'q buni. Keyin birinchi bo'lib varankani kirishga joylashtirib olamiz. Keyin kirishgan takka qo'ygandan keyin belgisi bo'ladi, o'sha belgisiga to'g'rilaymiz. Hozirgi motor sech variantlarda mana bunaqa uchburchak belgi bilan chiqyapti mana. Takda ham, kirishkada ham mana belgi bor. Ikkalasi bir-biriga to'g'ri bo'ladi. Keyin gaykasini qisganimizdan keyin gaykada ham xuddi shunaqa belgi bor. Mana. Xo'sh. 1, 2 mana 3 ta belgi bitta chiziqqa to'g'ri bo'ladi. Mana shuni ko'rchamiz ishlagan tayyor bo'ladi. Separatorimizni qo'shib ko'ramiz. Bu separator ishlagan tayyor. O'zi barcha separatorlarda eng nozik joyi mana shu barabanni terish bo'ladi. Barabanni yaxshi to'g'ri tergandan keyin qolgan joyini ishlash juda oson. Xo'sh, nasib bo'lsa keyingi videolarimizda separatorga taalluqli bundan ham foydali ma'lumotlarni qo'yib boramiz. Videolarni o'tkazib yubormaslik uchun bizga obuna bo'lib qo'ying.